yemasa, ichmasa, tepsa, uchsa, o'zini bajaronchi moldan bir kasallik chiqib yo'q moldan nuqson chiqib mol meniki. Sutini 18 ga tushirib olacağım, 25 ga chiqarib olacağım, bu qo'yga bog'liq. Bozayni mana ko'rib olasiz, ketgan hali beqaror qilib olib to'yga yotqizib, turib qo'ysa shundan olmaymiz xolos. Qo'ygan tomoniga molimizni aka 100% va 500% ga. Yangi chekka chiqqan bugun ulg'aygan kunlar 2,5 million so'm pulidan tashlab beraman. So'rang endi. Keldi quruq ketmaydi. Aka sizga 36 ga bugun. Bering, dangallik siz bir yo'la dangallik qiling. Mana shu molimiz barakat bo'ldi. Qarab turing, molni besha bibog'ozlikda o'zimizga kelgan. Rossiyskiy mol ikkinchi qorin. 38,5 million yutibga qo'yganmiz. 20 ta suti bor hozir. 18 litrga tushishlari ham, 22 litrga chiqishlari ham boquvga bog'liq. Nech pulga barakat olib bo'ldi? 35 million yetdi. Chekka chiqqanimiz ulg'aygan kunda keldi, puliga gap yo'q. Biz o'zimiz dehqonchilikdan mollardan so'raganda uncha pul o'tib bera olmasdik. Dehqonchilik molimizdan so'radi. Aka dangallik qilib, zo'r qilib o'tib berdimi? Bergan pulingiz bola chaqamga, xursandchiligimga buyursinmi? Oxiriz molga to'lib, mani molimdan ham ko'payib ketsin aka. Qadami qutlug' bo'lsin. 100 sigir olakansiz ham, 1000 ta sigir olakansiz ham sigir sotishingizga nasib qilsin. Boring baraka toping. Eshigingizga choytamiz. Keling, keling. Sizlar ham baraka topdilarmi aka? O'tgan safargi mollar. Akalarga haligi sementalni berganmiz. Tug'dirib berganmiz. Novoz tuqqan. Bal 100 ming bo'ladi aka, birinchi mol. Sanjarbek, akalarga molni sotib turib 6 million foyda berib ham so'raganman, o'zim uyimizdan jo'natmasdan oldim. Bo'zagini o'zim 1000 dollar qilganman, shaxsan o'zim. Xudo xolasa, kelinoladi. Mana. Mana shu molimiz 35 million so'mga baraka topib bo'ldi. Topirchaqlilar, Bugunga sotganga barakasini bersin. Like bosib kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar. Molimiz ham Buxorolik akalarimizga sotdik. Nech pulga baraka bo'ldi? 3450 dollar hisoblashi yo'q. 3450 dollarga Buxoroga bu ham. Bo'lachasi ana o'ra. To'g'im jarayonlari hamma yo'g'ini ko'rsatib beradi. Mashallah. Qo'shib berayotgan narsa o'sha 2 million bor-ku, bergan barakasi bo'lmasa foydasi yo'q. Shu 8 million xudo barakasini bersin. Aka ziyon qilaman. Jupiga nech pul bo'lyapti hammasi bo'lib? Baraka topasiz. Siz nech pul deyapsiz? Xullas uzil kesil, mana 46 millionga baraka olgan. 10 million so'mga bo'lsa beraman deb 56 million so'm bo'ladi. Kami yeradingmi? Kamaytirib berasiz. Buxorodan kelishibdi akalar. Sizlar ham qo'shinglar, siz ham tushib bering. Sizlar meni majmol 10 millionga sotsam foyda qiladimi? Buxorodan kelibdi, foyda qilamiz, ziyon qiladimi? Foyda qilamiz, o'zing aytib bersang bo'ldi. Yo'q, Buxorodan kelibdi-ku bu akalar. Uni oldilar. Bu nimasiga? Siz ham qo'shib gapiring aka, bitsin ishlaring aka. O'zi qo'shilgan hamma joy tayyor turibdi. O't beradi, ammo o't bermayman demaydi. Tayyor turibdi. Vallah kenchanim alinaqa vazifanga mashg'ul bo'ling. Ama 1000 so'm o'tib berish iloji yo'q edi aka. 500 ming so'm beradi. Yo, ama aka 100 ming 200 ming degani betim chidamadi. Aka o'zi bu 500 ming so'm bu bozordan kimga o'tib berolmayman aka. Sabab o'zi bu 500 ming foyda qiladigan narsa emas. Sabab 500 ming so'm shunday bozordan tashlab beraman, jiyanimni gap o'lmasin. To'g'ri. Oling aka. Hali gap o'lmasin, oladi. O'sha qo'shgan narsangizga borku. Men 500 qo'shdim. Bering. Baraka top. O'sha Buxorodan kelgan yo'limizni qoplab bersa. Uni ham men bermayman, bu beradi. Men 500 ni men shu yo'q uchun beraman. Akam bulutlik uchun. O'sha bir yana Laxta yo'q qolyapti, qaranglar ey. 55 millionga siz bering, 55 millionga siz oling aka. Bo'lim to'g'ri. 55 millionga. Baraka qilinglar. 55 ga sandan anaqa o'tib beraman. 55 ga. Bu yog'ina 500 qo'shdi sizga. Oling. Siz oldimni 55 ga? Berolmayman, anaqa 500 ming sani gapingni o'tolmadim xolos. Buxorodan kelgan akalarimiz 55 millionga baraka. Xursand bo'lib oling. Baraka topinglar. Aka, bo'joy moslavolari yemizni ham ko'ring. Bo'zayimiz. O'zboqoladi bu Gibrid bo'zayimiz. Egizak sigirimiz. Bu bo'g'irlarni o'tgan. Egizak bolasi bu. Unaqasi bo'lmaydi. İşte egizak chiqqan bolalari ko'rsatiladi. Bolasini xudo xolasa olganga sotganga barakasini bersin. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qadashgan ayamimiz akalar. Mana egizakchi molimiz bolalari Buxoroga
55 million so'mga baraka topib bo'ldi. Bitta bo'zak qo'shib berib, bonusga yana 3 ta bo'zakli qilib olib ketyapti akamiz. Mana Buxoroga sotilganimiz egizakchi sigirimiz. Akamiz o'zi ham sog'ib ko'ryapti.